55 ga vursam ben. Bor baraka. Bo'lsa Bo'lsa, halqa bo'lsin. Ko'minglar deydigan kichik hali klientlar bor ekan, shunaqa iloji juda yaxshi ko'raman deydigan aka-ukalar, ana shu uchun eshituvchilardan ko'proq olib kelib qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladi. Aka, bir kassa 17 ekan. Ertaga pasporti 16. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, shu mashinamizni $6600 beryapman. Aka, ikkitamiki fitnosi bor rasa bo'ldi. Lasettini puliga nima? Nech pul dedingiz? $6600. 6600 ga. 6,5 ming. 6400 ga qilib bering. 6300 ga qilib bering aka. 6200 ga qilib bering. 6100 ga qilib bering. 6000 ga to'g'ri. 59 ga. 58 ga. 50 ga. Avtogol. 56 ga ursamisiz? Aka, 55 ga vursam ben. Bor baraka. Bo'lsa, halqa bo'lsin. Lasetti ham bermaydi endi. Lasetti ham Enasini bermaydi. bersa. Mana avtogol yomoni. Mana bormi atrofdan? Mana shunaqa $5500 ga necha uch beradigan bormi atrofdan? Tatatadan ratadan bosinglar endi mana shu yerga Aka, layiklar. 2 dona fitnosi bor, ko'rinib turibdi mana. 300 aka. Ko'rinib turibdi. Ko'rinib turibdi. Fitno bor, xolos. Fitnosi bor ekan mashinani. $5500 ga. Tatatadan ratadan. Hoji aka nima deysiz? Mashina qiziqarli, o'ta go'zal haqiqatan ham. Akam 6,5 deb aytuvdi, adashib ketdi $1000 ga. Bo'lsa, halqa bo'lsin. To'g'rimi? Tog'am ham olib qo'ylar mana. Tog'am ham guvoh. Bo'lsa, halqa bo'lsin. Yaxshi narxlar olur, juda yaxshi. 6,5 deyatuvdi, esladingizmi? 6,5. Aka, yana bir marta barak. Kim birinchi kelsa o'sha odam menga uchrasin, mana o'sha odam nomida baraka qilyapti. Bor baraka. Qani kelinglar. Ertamanda hali qolib ketib qolmaydi aka.